Muhabbat, xiyonat va sudlar. O'zbek yulduzlarining og'riqli ajrim hikoyalari. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. O'zbek shou-biznes olamida ancha yillardan buyon oila qurib, birga yashab kelayotgan taniqlilar talaygina, biroq turmush qurib, ammo ba'zi sabablar bilan ajrashgan ijodkorlar ham yo'q emas. Quyida turfa sabablar tufayli ajrim bilan yakun topgan mashhurlar oilasi haqida bilib olishingiz mumkin. Rejissyor Bahodir Yo'ldoshev va aktrisa Oybarchin Bakirova talabalik yillarida bir-birlari bilan tanishadilar va oila qurishadi. Juftlik oilasida Nigora ismli qiz dunyoga keladi, biroq ko'p o'tmay mazkur oila ajralib ketgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning qizi Nigora hozirda AQShda istiqomat qiladi. Shundan so'ng u O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rimma Ahmedova bilan turmush qurgan. 2006-yilning 13-noyabrida Rimma Ahmedovaning vafotidan so'ng rejissyor aktrisa Gulbahor Yo'ldoshevaga uylangan. Ma'lumot uchun, aktrisa Gulbahor Yo'ldosheva 2019-yilda, Oybarchin Bakirova 2022-yilda, rejissyor Bahodir Yo'ldoshev 2021-yilda vafot etgan. Marhum san'atkorlar aktyor Yoqub Ahmedov ilk bor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova turmush qurgan. Juftlikning Furqat ismli farzandi tug'ilgan, ular ixtiyoriy ravishda ajrashishga qaror qilishgan. Oradan biroz vaqt o'tgach, Klara Jalilova ikkinchi bor Bahor ansambli changchisi Rustam Negmatov bilan oila qurgan. Aktyor Yoqub Ahmedov esa 1980-yilda Muhabbat ismli o'qituvchi bilan oila qurgan. Ularning Nodira Begim, Sitora va Shohjahon ismli farzandlari bor. Yoqub Ahmedov ikkinchi turmushi bilan 38 yil baxtli hayot kechiradi. Afsuski 2018-yilda Muhabbat Yoqubova vafot etadi. Bu marhum aktyor uchun kutilmagan zarba bo'ladi. O'zbekiston xalq artistlari marhum san'atkorlar Baxtiyor Ixtiyorov hamda Maryam Ixtiyorova 1963-yilda oila qurgan. Ular 35 yillik turmushi davomida 2 o'g'il va 1 qiz farzandning ota-onasi. Marhum Baxtiyor Ixtiyorov intervyularning birida er-xotin munosabatlarining darz ketishiga kenja o'g'li Elyorjonning o'limi sabab bo'lganini aytgandi. Aktyor va rejissyor Izzat Ergashev aktrisa Dono Boboxonova bilan oila qurgan. Oila bir necha yillik turmushi davomida 2 o'g'il va 1 qiz farzandli bo'lgan. Keyinchalik juftlik ajrashgan. Aktyor ikkinchi marta Oltinsoy ismli qiz bilan oila qurgan. Hozirda ularning 4 nafar farzandi va 10 dan ortiq nevaralari bor. Dono Boboxonova bugungi kunda 9 ta nabira va 4 ta evaraning buvisi hisoblanadi. Mazkur yulduzli juftlik 1990-yil oila qurgan. U paytda Ruslan Sharipov 24 yoshda, Nargiz esa bor yo'g'i 18 yoshga to'lgandi. Ijodkorlarning uzoq yil baxtli hayot kechirishlariga ko'pchilik ishongan, ammo unday bo'lmadi. Yulduzli juftlik xonadonida tug'ilgan Sabina ismli qizaloq ham oilani ajrimdan asrab qololmagan. Keyinchalik Ruslan Sharipov Go'zal ismli ayolga uylanadi va 2 nafar qiz farzandli bo'lishadi. 2020-yilda vafot etgan xonanda ikkinchi oilasidan ham ajrashgan edi. Aktyor va rejissyor Said Muxtorov taniqli aktrisa Madina Muxtorovaning turmush o'rtog'i bo'lgan. Ammo juftlik oradan vaqtlar o'tib hech qanday urush janjallarsiz ajrashishga qaror qilgan. Bobolari rahmatli otasi Madinani go'zal tarbiyalab, halol, pokiza rizq bilan katta qilgan. Shunday qiz Buxoroga millat tanlamasdan mening oddiy ota-onamga kelin bo'lib kelganiga, mahallamda ularning yuzini yorug' qilib xizmatini qilganiga rahmat deyman. Bu dunyoda Madinadan boshqa tarbiyali qizni ko'rmadim. U bolalarimning chiroyli onasi. Yoshligimda sho'xliklarim, ko'chada daydiliklarim bo'lgan. Bizning oilamizda tark etib bo'lmaydigan go'zallik bor edi, deydi Said Muxtorov. Marhum bastakor Sultonali Rahmatov yosh xonanda Nilufar Saidova bilan oila qurgan. Ungacha bastakorning avvalgi turmushidan 3 nafar farzandi bor edi. Nilufar Saidova esa unga Farina va Safina ismli qizlarni tuhfa etdi. Afsuski ularning turmushi uzoqqa cho'zilmadi. Sobiq Sitora guruhi a'zosi Komila Xo'jayeva DJ Piligrim bilan oila qurgan va ularning Isom ismli o'g'illari bor. Afsuski ularning hayot yo'llari ko'p o'tmay ajralgan. Intervyulardan birida Komila Piligrimning Meni unut qo'shig'i e'lon qilinganidan so'ng munosabatlarga yakuniga yetganini tushunganini aytgan. Navbatdagi san'at olami vakillarining turmushi ham muvaffaqiyatsiz yakun topgan. Rayhon va Yigitali Mamatjonov 2012-yilda turmush qurishgan edi. Oilada Islom va Imron ismli farzandlar dunyoga kelgach, oradan biroz vaqt o'tib ular ajrashgani ma'lum bo'ldi.
Shundan so'ng Yigitali avvaliga Nigina ismli qizga uylangan. Qiz farzandli bo'lgach, u bilan ham ajrashdi. Oradan bir muncha vaqt o'tib, u aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva bilan oila qurgan. Hamda bir o'g'il va bir qiz farzand ko'rgan. Rayhon esa shoumen Farhod Alimov bilan oila qurdi. Bugungi kunda har ikki san'atkor ham o'z oilasida baxtli yashab kelmoqda. 2010-yilda xonanda Sharof Muqimov va Sevinch Mo'minovaning oila qurishi yilning eng shov-shuvli to'ylaridan biri bo'lgan. Ular 6 yil davomida bir oila bo'lib yashadilar. Shundan so'ng oila dars ketdi va ular ajrashishdi. Bir necha yil avvalgi intervyularda Sevinch Sharof Muqimovni qizining otasi bo'lgani uchun har doim hurmat qilishini va qizini unga ko'rsatmay alam olish niyati yo'qligini aytgandi. Bir necha yillar o'tib Sharof Muqimov surxondaryolik muxlisasi bilan qayta oila qurdi. Xonanda Sevinch oxirgi intervyularda nima sababdan ular ajrashganini ochiq-oydin aytib o'tgan. Ajrashishimizga sabablarni aytsam, begona qizlar bilan yozishardi. Isbotlarigacha bor. Onamni ko'rgani Farg'onaga bir haftaga ketib, qaytib kelganimda uydan ayollar upasi topganman. Meniki emasdi. Janjal ko'tarmaganman, faqat so'raganman. Do'stim klipga suratga tushgandi. Grimyorniki cho'ntagida qolib ketgan ekan, shu tushib qolgan shekilli degan. Gapiga ishondim, unga qattiq ishonardim. Menga xiyonat qilishi mumkinligini tasavvur ham qilmasdim. Keyin hammomdan begona ayollar ichki kiyimini topib oldim. Shundan so'ng butkul ishonchim yo'qoldi. Ataylab tashlab ketilgan edi. Hech kim unutib qoldiradigan narsa emas-ku bu. Bir qiz bilan ham gaplashishini bilib qolganman. Sharof unga mabodo Sevinch senga qo'ng'iroq qilib qolsa singlisiman deb aytgin degan ekan. U qizga qo'ng'iroq qilganimda yashirib ham o'tirmay, "Ha, biz gaplashamiz" deb menga Sharofning o'sha gaplarini skrinshot qilib yuborgandi. Men shunda ham qizim uchun u otasiz katta bo'lmasin deb bu ishlarga ko'z yumganman, lekin ko'nglim sovib bo'lgandi. Men oxirgi nuqtagacha oilamizni asrab qolishga harakat qilganman, deydi Sevinch. Aktyor Umid Iskandarov grim ustasi Renata bilan oila qurib ajrashgan. Bunga sabab farzandsizlik bo'lgan. Aktyor intervyularda ayolini yaxshi ko'rishini, farzandli bo'lish uchun har ikkalasi ham sog'lomligi, shunchaki bir-biriga tibbiyot jihatdan to'g'ri kelmasligini aytgan. Shundan so'ng ular mehribonlik uyidan farzand asrab olmoqchi bo'lishgan, ammo bunga uning otasi qarshi bo'lgan. Uning o'rniga ikkinchi bor oila qurishni, ayoli bilan ham ajrashmasligi kerakligini bildirgan. Hech qaysi ayol bu taklifni yaxshi qabul qilmaganidek, Renataga ham bu gap yoqmaydi va bunga rozi bo'lmaydi. Shundan so'ng oila ajraladi. Umid Iskandarov intervyulardan birida ayolini eslab shunday deydi: "Ishlaringizni bitirib uyga kelasiz, divanga o'zingizni tashlaysiz. Kimdir sizdan qorningiz ochdimi deb so'rashini xohlaysiz yoki shunchaki o'tirib kunim qanday o'tgani haqida men bilan dildan suhbat qiladigan odamni qo'msayman. Shu narsani qadri o'tadi. Agar buni boshimdan o'tkazmaganimda bunaqa bo'lmasmidi? Ayniqsa ayol juda yaxshi pazanda bo'lgan bo'lsa. Mening ayolim oshxona qirolichasi bo'lgan." Ommaviy axborot vositalarida ikkinchi bor oila qurganini rasman aytmagan aktyor 2025-yilning iyun oyida ota bo'lgani munosabati bilan beshik to'yi marosimini o'tkazgan. 2014-yilda rejissyor Sanjar Matkarimov va xonanda va boshlovchi Ruxshona turmush qurishgan. Oila 7 yillik hayotlari davomida bir o'g'li va bir qiz farzandi bo'lgan. Xonandaning so'zlariga ko'ra, sobiq turmush o'rtog'i unga uylangunga qadar ham oilali bo'lgan va buni undan yashirgan. To'ylari o'tgan bo'lsa-da, zagsdan o'tishi kechikkan Ruxshona buning sababini so'raganida qaynonasi o'g'lining boshqa ayoli borligini, ammo sud ularni ajrashmayotganini aytgan. "Mana endi homiladorligingiz haqida hujjatni olib borsangiz, sud ularni ajratadi, so'ng zagsdan ham o'taverasizlar" degan. Bu gaplar Ruxshonaga garchi og'ir botgan bo'lsa ham ko'z yumgan. Biroq baribir keyinchalik oilada nizolar kelib chiqa boshlagan. Sobiq turmush o'rtog'i xonandaga qo'l ko'tara boshlagan. Ijtimoiy tarmoqda dugonasi bilan bir video yuzasidan muhokamasini yozib olib tarqatib yuborganidan so'ng ajrimga qo'l ko'targani uchun jinoiy ishga va videoni tarqatgani uchun sudga ariza topshirgan. Shu tariqa ular 2021-yilda ajrashishgan. 3 yil ichida ajrim, bolalar, mol-mulk, jinoiy ish, video tarqatish bo'yicha sud bo'ldi. 5 xil yo'nalishda har kuni sudma-sud yurardim. U insonning maqsadi meni boshimni ko'tara olmay qolishimgacha olib borib
ko'rinish edi. Buni o'zi ajrim boshida ham SMS orqali yozgandi. Bolalarim rasmingga qarab hatto yuzingni eslolmaydigan bo'ladi hali degan SMSlari haligacha bor menda deydi u. Shu kabi mojarolardan so'ng Ruxshona 2024-yilning 28-oktyabrda Ruxshona ikkinchi bor Ulug'bek ismli yigitga turmushga chiqdi. Biroq chiroyli boshlangan ushbu turmush ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. 2025-yilning yozida xonanda Doniyor ismli DJ bilan uchrasha boshlagani haqida ma'lum qildi. Biroq bir necha oy davom etgan uchrashuvlar to'ygacha yetib bormadi. Aktyor Kamol Bobonazarov va xonanda Shahnoza Otaboyevalar 2017-yilda turmush qurgan. Juftlik 2 nafar o'g'il farzandli bo'lishgan. Ammo navbatdagi oilaning taqdiri ham ajrim bilan yakun topgan. Shahnoza Otaboyeva turmush o'rtog'i bilan 3 yil birga yashagan. Orada munosabatlar soviganidan so'ng farzandlarim otasiz o'smasin deb qayta yarashgani xatosi bo'lgani haqida intervyularda aytib o'tadi. Erkak o'z ayolini benomuslikda, dilozorlikda ayblasa, oilasini uysiz qoldirsa chiday olmas ekansiz. Yashab o'tirgan uyimizni sotib yuborgan, puli esa yo'q bo'lib ketgan. Mana shu narsalar meni kuchli qildi. Men o'shanda 2 bolam bilan birovning uyida yashadim. Mayli uyni sotib yubording, lekin ayoling va bolalaringni ijaraga olib chiqish yo'lini qilsang bo'lardi-ku. Lekin turmush o'rtog'im kimnidir topib, meni 2 bolam bilan shundoq botqoqqa uloqtirib ketdi degan edi xonanda. Ushbu oilaning taqdiri ham 2021-yilda ajrim bilan yakun topgan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.